SCP-582 yoki boshqacha qilib aytganda metal yurak. Videoni ustiga bosganingiz uchun rahmat. Iltimos chiqib ketmang. Umid qilamizki video sizga albatta yoqadi. Demak, bugungi videomiz SCP-582 yoki boshqacha qilib aytganda metal yurak haqida bo'ladi. Raqami 582, ismi SCP-582, laqabi esa metal yurak yoki temir yurak, uchta yurak va hokazo va hokazolar. Metal yurak SCP jamg'armasi tomonidan aniqlangan eng ahmoqona anomaliyalardan biri desa ham bo'ladi. Chunki metal yurak mutlaqo mantiqsiz. Tomoni shundaki, ushbu metal yurak butunlay tirik, inson kabi yashaydi, ko'radi, sezadi, biladi va his qiladi. SCP-582 metal yurak aslini olganda insonning yaqqol namoyandasi. Faqatgina uning farqlari shundaki, u metaldan ishlangan va u inson bo'lishni istaydi. Ha, g'alati, u inson bo'lgan paytlarni sog'inishni aytadi. SCP-582 metal yurak odatda do'stona, juda kuchli, zarbasi deyarli devorni parchalab tashlaydi. Lekin u kamdan kam holatlarda hujum qiladi. Metal yurak topilganining aniq joylari aniq emas, lekin metal yurak hozirda xavfsizlikda. Ammo baribir hushyor bo'lishingiz kerak. Chunki metal yurak juda kuchli, temirni osongina ega oladi. Saqlash shartlari shunchaki bo'sh xona, lekin o'ta qattiq temirdan ishlangan bo'lishi shart. Aks holda har ehtimolga qarshi SCP-582 bu xonadan chiqib ketishi mumkin. Har qanday xavfsizlik choralari ko'rilgan. Tashqarida xodimlar va agentlar turishi shart. Xodimlarga yoki doktorlarga SCP-582 bilan muloqot qilishga ruxsat berilgan. Faqatgina yolg'izlikda. Aniqrog'i yolg'izlikda emas. SCP-582 ni barcha kuzatuvlar holatda yozib olinadi. SCP-582 bilan muloqot qilgan xodimlar tekshiruvdan o'tkaziladi. Ular hech qachon yolg'iz holatda SCP-582 bilan muloqot qilishmaydi. Chunki hali hamma narsa aniq emas. Chunki SCP-582 mutlaq insonning tanasini nazorat o'tkazishi ham mumkin. Barcha anomaliyali xususiyatlar ko'rib chiqilmagan. SCP-582 bilan muloqot qilganlar yoki uni kuzatganlar ayrim hodisalarni aytishadi. Ayrimlar uni tushlarida ko'rishayotganini yoki kutilmaganda uyg'onib ketib yuraklari duk-duk urayotganini anglatadi. Bu esa SCP-582 ning tahdidli holatini yanada kuchaytiradi. Chunki bu bilan bir narsa aniqki, SCP-582 insonga jismoniy ta'sir o'tkaza olmasa-da psixologik hujumlarni amalga oshirishi mumkin. Bu esa uning tahdidini yanada kuchaytiradi. SCP-582 yovuz sifatida ko'rilmaydi yoki qandaydir dunyoni yo'q qilmoqchi bo'lgan dahshatli yoki qonxo'r anomaliya emas. Lekin SCP-582 o'z nomi bilan anomaliya. Shuning uchun uni maxsus temir qobiqda saqlashadi. Uni qayerdan joylashgani noma'lum, lekin boshqa yuklit toifasidagilar bilan birga. Uni xarakterini oldindan bilib bo'lmaydi. Hatto tajovuzkor ham bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun SCP-582 doimiy ravishda agentlarning kuzatuvi ostida turadi. Menimcha videoni tomosha qilib bo'ldingiz. Iltimos, videoni hoziroq chiqib ketmang. Agar video yoqqan bo'lsa, videoga like bosing, kanalimizga ham obuna bo'lib qo'ying. Keyingi videolar qanday SCP-lar haqida chiqishini ham iltimos kommentariyada yozib qoldiring. Bizga barchangizning fikringiz qiziq. Va iltimos, ehtiyot bo'ling, chunki yuragingiz urmoqda.